Assalomu alaykum YouTube, Instagram obunachilarimiz. Mana bugun 2026-yil 30-yanvar sizga aytganimdek juma kuni kechki paytga qo'ylarimiz yetib keladi deb e'lon bergandim. Mana hozirgi vaqtda soat 11:00 kunduzgi jumadan oldin qo'ylarimiz yetib keldi. Mana xudo xolasa sog'liq qo'ylarimiz mana. Dog'iston nasldor sog'liq qo'ylar, hammasi bo'g'oz. Mana ko'rib turganlaringizdek qo'ylar soni 40 tadan oshiq, mana ko'rib turganlaringizdek. Mana et oshi yaxshi. Hammasi bo'g'oz. 2 tish, 6 tish, 8 tishlari ham bor ichida. Mana. Kimga yoqqan bo'lsa aloqaga bemalol chiqishlaring mumkin bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxlari 5,5 milliondan hozir egalar mana aytishyapti, 5,5 milliondan bir joyga deyishyapti. Mana dona bo'yiga kelishadigan bo'lsak 5 million 700 ming so'mdan tanlab olishga. Mana oyog'idan shu tortib chiqib ketasizlar. Mana qo'ylarimiz. Mana. Mana. Nasldor, mana Dog'iston qo'ylari, maşalloh, hammasi bir joyda. Mana. Manzil, Namangan viloyat, Namangan tuman, Tepaqo'rg'on qishlog'i. Bozor yonidagi joy mana. Telefon nomerlaringiz, aka? 94lik 158 32 82. Mana. Obunachilarimiz aloqaga bemalol chiqarasizlar. Qo'ylarimiz yoqqan bo'lsa, mana chiroyli narxda bo'ladigan umiddaman.